Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon kishining axloqi xususida olib borayotgan darslarimizni davom etamiz. Bugun inshaalloh musulmon savdogarning axloqi haqida suhbat qilamiz. Musulmon savdogar. Uning axloqi qanday bo'lishligi kerak? Tijorat va umuman savdo haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Termiziyning sahihlarida hadis sharifda shunday marhamat qiladi. Abu Said al-Hudri roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi bu hadis. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyyin va as-siddiqin va ash-shuhada." Rostgo'y, ishonchli savdogar nabiylar, siddiqlar va shahidlar bilan birga bo'ladi. Ya'ni anbiyolar, siddiqlar va shahidlarning martabasida bo'ladi kim? Bir savdogarki, rostgo'y, ishonchli hamda halol bo'lgan savdogar. Endi bu insonlarning martabasiga yetishlik albatta qiyin. Demakki, shunday savdogar bo'lishlik ham oson emas. Modomiki shunday bir va'da ularga aytilyapti, demak, bu maqomda bo'lishlik, mana shu darajaga insonni ko'tarilishligi oson emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar, eng pokiza va eng afzal kasb qaysi? Rasululloh javob berdilar, kishi o'z qo'li bilan qilgan amali, o'zini qo'lini mehnati bilan rizqini topib yeyishligi hamda bay'u mabrur, pokiza bir savdo, pokiza bir tijorat. Muoz ibn Jabal roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Imom Bayhaqiyning Shu'abul Iymon kitobidan o'xshatadilar. Kasblarning eng pokizalaridan tijorat. Bunday savdogarlar gapirsa rost aytadilar. Va'da bersa xilof qilmaydilar. Amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Sotib olsa molni yomonlamaydi. Agar sotsa o'zini molini maqtamaydi. Agar qarzlari bo'lsa berishni cho'zib yubormaydi. Agar boshqalarda haqlari bo'lsa ularni qiynamaydi. Mana musulmon savdogar agar shariat undan talab qilgan axloqqa, talabga rioya qilsa, mana shunday bir ulug' maqomda bo'lar ekan. Musulmon savdogar qaysi ishlarga e'tibor qilishligi lozim? Nima qilsak tijoratimizda shubhadan, gumondan, haromdan omon bo'lamiz? Molimizda barakot bo'lishligi uchun nimalarga rioya qilishimiz kerak? Hamda savdogar sifatida qaysi amallarni qilsak, nima ishlarni qilsak, Robbimiz siz bilan bizdan rozi bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, rizqning 10dan 9i tijoratda degan. Mana hozirgi kunda aksariyat mana shu tijorat bilan shug'ullanib turgan davr. Binobarin bu kishilar o'zlarini qilayotgan mehnatlarida shariat ularga qo'yadigan talablarni bilishligi shart bo'ladi. Avvalambor inson qaysi mehnatni, kasbni tanlashligi Alloh tomonidan berilgan bir tavfiq. Alloh aytadi: "Vallohu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an." Alloh sizlarni onalaringiz qornidan biror narsani bilmagan holingizda chiqardi. Tug'ilganingizda hech narsani bilmas edinglar. Endi siz bilan bizda qanday ilm bo'lsa, qanday kasb hunar bo'lsa, bu Alloh siz bilan bizga berdi. Biz hech narsani bilmas edik. Bir odam o'qiydi, diplomli bo'ladi, shu diplomi bilan ishlaydi, boshqasi yo'q. Bir odam savdogarlik bilan, tijorat bilan shug'ullanadi, boshqasi hunari bilan. Alloh taolo so'raydi: "Ahum yaqsimuna rahmat robbik? Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya." Ey Muhammad, Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsim qiladilarmi? Ularning hayotda dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz. Ya'ni kimga Alloh taolo qancha rizq, qancha boylik beradi, bu Alloh taoloning xohishi. Va ba'zilarini qo'l ostiga olib ishlatish uchun ayrimlaridan baland darajaga, martabalarga ko'tarib qo'yganmiz. Demak, insonlar rizqlarini topishlikda biri ikkinchisiga muhtoj bo'ladi. Men sizni qo'lingizda ishlayman, siz meni qo'limda ishlaysiz, men sizga, siz menga muhtojmiz. Payg'ambarimiz aytadilar:
Da'un nasa yarzuqullohu ba'dahum min ba'd. Alloh taolo odamlarni bir-birlari bilan rizqlantiradi. Ularning rizqlari kelishligini sharti odamlar bir-birlariga muloqot qilishligi kerak, bir-birlariga murojaat qilishliklari kerak. Musulmon savdogarning axloqi. Ehtimol kimdir aytishi mumkin. Ana men endi namoz o'qisak, roza tutsak, endi tijoratga ham daxli bormi endi bu dinda? Ha birodar. Nima mehnat qilishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar, hatto uxlashligingizda ham, taom yeyishingizda ham, sayohatga chiqishligingizda ham musulmonmisiz? Demak, islom doirasidan tashqariga chiqmasligingiz kerak bo'ladi. Toki siz qilayotgan mana shu tijoratingiz bilan islomga va musulmonlarga zarar yetkazib qo'ymang. Bu katta mavzu. Buni bir necha qismlarga bo'lib o'rganamiz. Birinchisi, musulmon odamni tijorat qiladigan moli. Qanday molda musulmon tijorat qiladi? Keyingisi, musulmon savdogarning odamlar bilan bo'ladigan muomalasi hamda musulmon savdogarning o'zi bilan qiladigan muomalasi. Birinchidan, mana savdo moli haqida. Musulmon odam tijorat qiladigan mol halol mol bo'lishligi shart. Harom narsadan musulmon tijorat qilmaydi. Endi harom deganda hammamiz bilamiz. Aroqmidi, pivamidi, o'limtikmidi, cho'chqamidi va boshqa shariatimiz man qilgan narsalar. Bu narsa bilan musulmon odam savdo qilmaydi. Yosh bolalarda o'yinchoqni ham aytib o'tishimiz kerak. Yosh bolalarda o'yinchog'i joiz deydi ulamolar. Ko'pchilik ulamolar joiz deydi. Masalan, qiz bolalarning qo'g'irchog'i bo'ladimi? Yo kichkina bir o'g'il bolalarning minadigan otlari bo'ladimi? Bular o'yinchoq bo'lganligi vajhidan bunga ulamolar izn bergan. Lekin kattalar uchun yasalgan timsollar emas. Shunaliga o'yinchoq sotadigan odamni malomat qilishga haqqimiz yo'q. Shariat bunga ruxsat bergan. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: "Va ahallallohul bay'a va harrama riba." Alloh taolo bayni halol qildi, sudxo'rlikni harom qildi. Endi qaysi bay, qaysi savdo halol? Harom deb belgilanmagan narsalarning savdosi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz. Balki o'zaro rizolik bilan bo'lgan savdo sotiq orqali moli dunyo kasb qilinglar. Savdo bilan va ikkala tomonni roziligi bilan bo'lishligi kerak. Chunki banda qiyomatda Robbisining huzurida turar ekan, umri haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligi haqida so'raladi. Nima bilan o'tkazdi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarf qildi? Xo'p, musulmon haloldan topadi, halolga sarf qiladi. Endi agar haromdan topib turib, halolga sarf qilsa-chi? Bo'ladimi bu? Bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha toyyibun la yaqbalu illa at-tayyiba." Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Siz bilan biz qilayotgan tijoratimizni pokiza bo'lishligiga haris bo'lishimiz kerak. Chunki bizni qilayotgan ibodatimiz qabul bo'lmasligi topayotgan luqmamizga bog'liq. Chunki agar biz haromdan pul topib yoki tijoratimizga harom aralashib bilmagan holimizda harom yeyotgan bo'lsak, birorta ibodatimiz qabul bo'lmaydi, birorta duomiz ijobat bo'lmaydi. Kamiga yetmagandek, bu harom bilan o'sgan go'sht, bu harom bilan semirgan badanlar jahannamda kuyilishlikka loyiq bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullu lahmin nabata min haromin fan-naru awla bihi." Harom yeb, harom bilan semirgan, ulg'aygan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq. Ehtimol halol narsasining savdosini qilarsiz, lekin shu savdo jarayonida harom ishlarga qo'l urib qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Yolg'on gap bilan, tarozidan urib, xiyonat bilan. Shuning uchun ayollarga aytiladigan gap, bu ayollar erlaringizni ko'chaga kuzatib yotib, falon narsani olib keling deganimizdan keyin yoki undan avval, falonchini bolasi bizga halol rizq olib keling. Biz dunyoda issiq sovug'iga chidaymiz. Xuddi sahobalarning ayollari aytgandek. Lekin jahannamda
azobiga chidolmaymiz, bizni halol bilan rizqlantiring deb ayollar ham qiziqib qo'yishaversin, eri nima tirikchilik qilib kelayotganligini. Otalar ham bolalari katta-katta pulni topib kelayotganda so'rab qo'ysin, nima tijorat qilyapsan? Nima sotyapsan? Katta pul olib keladigan bo'lib qolding. Qarang nima qilyapti. Aytganmiz, har bir kasb, har bir mehnatning egasi o'zini qiladigan ishidagi shariatni talablarini bilish kerak. Masalan, ustalarni bilishi, meros ilmini bilishligi hammaga shart emasdir. Lekin sizga shart bo'lgan bitta narsa borki, sizning mehnatingizni ustida shariatda qanday bir talablari bor. Shuni bilmasdan qilishligi sizni xatoga kirib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardir. Endi bir odamni harom tijoratini qaytarib qilma shu narsani, Allohga yoqmaydi bu, harom bo'ladi desangiz ham unamayaptimi? Nima deymiz? Fadakkir innama anta muzakkir. Eslating. Siz faqat eslatuvchisiz xolos. Ularda ustida zulm va zo'ravonlik bilan hukm yurituvchi emassiz. Endi shu harom ish qilib, tarozdan uryaptimi, harom sotyaptimi, qancha topyapti? Nimani topyapti? Gunoh ma'siyatnimi? Va ajib joyi shuki, o'sha harom tijorat bilan ham faqat Alloh unga yozgan rizqni topadi. Oshiqchasini emas. Shunaliga faqat harom qilib olyapti xolos. Eng katta musibat shunda. Men peshanamga yozgan rizqimdan ortig'ini yemayman degan e'tiqodi zaif bo'lganligi uchun o'sha har xil harom-xarish yo'lga kiradi. Demak, birinchisi musulmon odam tijorat qilayotgan moli halol bo'lishligi kerak. Ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak. Ixtikor harom. Ixtikor nima? Avvalambor bu oziq-ovqat mollari, keyin boshqa mollar. Odamlarda bir molga ehtiyoji bor. Bozorda haligi mol bor. Bir inson shu molni hammasini sotib olib, faqat o'zida bo'lishligini xohlaydi. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Va odamlar shu narsaga ehtiyoj sezib kelganida faqat kimga murojaat qiladi? Menga murojaat qiladi. Demakki, narxni kim belgilaydi? Men belgilayman. Bu ixtikor narxlarni ko'tarilib ketishiga va musulmonlarga qiyin holatni olib keladi. Bizning tilda nima deydi uni? Monopoliya deydi. Monopolist deydi. Hamma narsani o'ziga yig'ib turib, sun'iy ravishda qimmatlatib sotishlik niyatida yig'ib olishlik. Birinchi o'rinda oziq-ovqat mollari, keyin boshqa narsalar. Ammo agar bir dehqonchiligini yig'ishtirdilar, qishda sotaman deb olib qo'ydi, bu boshqa masala. Biz bu yerda aytayotgan narsa, bozorda hamma narsani tortib qo'yib, qimmatlatishlik niyatida yig'ib qo'ydi. Mana shu ixtikor deyiladi. Bu harom bu birodarlar. Chunki bozorda sog'lom raqobat bo'lsa, har bitta savdogar molini o'tkazishlik uchun arzonroq sotishlikka harakat qiladi. Natijada kim yutadi? Xaridorlar yutadi. Demak, shariatda ixtikor harom ekan. Aytadi, mana narsani bir egallashib olgan deydi. Xolagan narxini qo'yib sotadi. O'sha narsani kimdir olib kelib shu ishni qilmoqchi bo'lsa, qandaydir unga to'sqinlik qiladi. Faqat men qilishim kerak buni deydi. Shu harom birodarlar bilib qo'yinglar. Yoki u sotmasligi uchun, uni zararga tiqib yuborish uchun o'zi olib kelgan narxdan ham orqaga sotadiki, qaytib bu ko'chaga nima qilmasin u? Raqobat, sog'lom raqobat bo'lishligi xalqni, musulmonlarni, xaridorlarning foydasiga. Demak, musulmon odam diqqat qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa ixtikor qilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ixtikor qilib musulmonlarga narxni oshirishni xohlasa, bas u xatokordir. Boshqa bir hadislarda aytadilar payg'ambarimiz, Imom Muslimdan keltirilgan, la yaxtakiru illa xoti. Faqatgina xatokor inson ixtikor qiladi. Mumkin emas ekan. Bozorda o'zini holiga qo'ying. Uchinchidan, ehtimol bu narsalarni bilamiz hammamiz. Ehtimol bilmasmiz, lekin bir chekkadan tartibini o'rganamiz. Birovning savdosini ustiga savdo qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imomi Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltirilgan, biringiz boshqangizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Ya'ni bir hadisda sizlardan biringiz birodarining xutbasini ustiga xutba qilmasin va birovning savdosini ustiga savdo qilmasin. Faqat unga izn berilgunicha yoki u savdosini qo'ymagunicha. Ya'ni bir odam
Savdolashib turibdimi? Bu yerda odam buni bilamiz endi. To'rtinchisi najash. Najash harom. Najash nima? Sun'iy ravishda bir molni narxini ko'tarishlik. Bir narsani sotmoqchisiz, motonda kim 1000 so'mga oladi deysiz. Siz xaridor bo'lib turganlar ichida ikkita o'ziz odamlar bor, bittasi 1,5 ming dedi. Kim oshiqcha beradi dedi. Yana bitta qo'ygan odamingiz men 2000 beraman dedi. Endi haqiqiy olmoqchi bo'lgan odam undan oshirishligi kerak. Mana shu narsa harom. Unda kim oshdi savdo harommi? Yo'q. Kim oshdi savdosida haqiqiy xaridorlar turib ko'tarilsa 10 ming so'mga soting. Lekin sun'iy ravishda narxni ko'tarmang. Shu ishni qilayotganlar va qildirayotganlar harom amalni qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Va la tanajashu." Katta hadis, "Va la tanajashu." Ya'ni bir-birlaringizga narxni ataylab ko'tarmanglar. Demak, kim oshdi savdosi mumkin agar hiyla emas. Tabiiy suratda xaridorlar o'zlari narx belgilaydigan bo'lsa. 5-dan tosh tarozi. Boshqacha qilib aytganda o'lchov. Tarozida, metrda, boshqa savdo qilishlik asboblarida qilinadigan xiyonatlar. Bu juda ham muhim masala. Bu ishni o'zlariga hunar qilganlarning hunari kuch. Kimdir tarozisini tagiga bir narsani baylab qo'ygan. Yengil molini og'irroq qilib sotadi. Kimdir tortayotgan narsasini tarozini pallasiga ko'taribroq tashlaydi. Kimdir pallasini tagidan qo'lidagi narsa bilan yo'lab turadi. Yoki oyog'i bilan nima qiladi? Tizzasi bilan tarozini bir bosib o'tdi shu bosqichda, bilasizlarmi? Juda bir avj olib ketdi shu narsa. Alhamdulillah tugab qoldi. Yana kimdir metrga matohda nima qiladi? Tortibroq o'lchaydi. Kimdir o'lchov asbobidagi raqamlarni orqaga qaytaradi. Xullas, bu narsani aytaversak, bunaqa tarozdan odam uradigan odamlarning hunarlari haqiqatan kuchli bo'lib ketgan. Siz aqlingiz yetmaydigan. Eslanglar, bir davr bo'ldi. Mana 1 kiloda top berardi, qo'lingizga olib turaman deb silkitib qo'ysangiz, olib keling deb olganingizga solib berardi ozgina. Qaranglar-da, o'shuna qilib boyiganlar nima bo'ldi oxiri? Oqibati nima bo'ldi? Ular zohirida zo'r yashayotgan bo'lgani bilan hayotida xotirjamlik, sakinat, orom, barakot yo'q ularda hayotida. Garchi qo'lida dunyosi turgan bo'lsa ham. Chunki harom narsa bilan boyiyapti odamlar. Birodarlar, tushunaylik. Mana shu tarozdan urayotgan odam 5 so'm uryapti. 10 so'm uryapti. Nimani uryapti deng? Musulmonning haqqi nima? Musulmon ustidan kulyaptimi? U musulmon ishonib shunday indamasdan ko'tarib ketganiga bobladim, moncha urib qoldim deb maza qilyaptimi? Bu Robbimizga tavakkal qilib qo'ygan. Qiyomat bor, Robbisi haqqini undirib beradi. Yana boyaga tarozdan urayotgan, metrdan urayotgan birodarlar, bugun 500 so'm urgan bo'lsa, bilingki, bugun shu 500 so'm kelar edi uyga. Urmasa ham kelar edi, faqat iymon keltira olmayapti-da bunga. Men urganim uchun keldi, deyapti. Bugun keladigan 500 pulini harom yo'l bilan qo'lga kiritdi. Alloh taolo Qur'onning bir qancha oyatlarida tarozi haqida so'z yuritdi. Bilaylikki, Qur'onda Alloh biror mavzu haqida oyat tushirdimi, biror kalimani zikr qildimi? Demak, bu mavzu kichkina mavzu emas. Bismillahirrohmanirrohim. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan, ash-shamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Mehribon Alloh Muhammad payg'ambar va uning ummatiga Qur'onni ta'lim berdi. U zot insonni yaratib, unga nutqni, bayonni ta'lim berdi. Quyosh ham, oy ham aniq hisob o'lchov bilan joriy bo'lur. O't o'lan ham, dov daraxt ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi va sizlar tosh tarozida tug'yonga tushmaslaringiz uchun mezon tarozini o'rnatdi. Ey insonlar, o'zaro oldi berdi muomalalaringizda
to'g'ri, adolat bilan tortinglar va tarozidan urib qolmanglar. Tarozidan urma qaytaryapti bir ishdan. Tarozini to'g'ri tort, buyuryapti. Nahiy ham bor bu ishda, amr buyruq ham bor. Subhanalloh, dinimizga qarang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Madina Munavvaraga hijrat qilib borishligi bilan nozil bo'lgan sura bu Mutaffifin surasi. Qur'ondagi butun boshli bitta suraning nomi tarozidan urib qoluvchilar deb nomlanadi. Bismillahirrohmanirrohim. Vaylul lil mutaffifin allazina idza iktalu alan nas yastawfun va idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. O'lchov va tarozidan urib qoluvchi kimsalarga halokat bo'lgay. Shuni o'zi yetmaydimi? Shuni o'zi yetmaydimi? Kim uradi tarozidan? Iymoni zaif bo'lgan, ehtimol iymoni yo'q bo'lgan odam uradi. Rizqing Allohning qo'lida deb tursang, yana uradimi? Senga vayi bo'ladi ikki dunyoda desam, yana uradimi tarozidan? Ular odamlardan biror narsani o'lchab olgan vaqtlarida to'la to'kis qilib oladigan, ularga o'lchab yoki tortib bergan vaqtlarida esa kam qilib beradigan kimsalardir. Bu oyat bir kishi haqida nozil bo'ldi deb ulamolar. Bu odamni ikkita tarozisi bor edi, savdogar edi. Olayotganda bitta tarozisi bilan olar edi, sotayotganda ikkinchi tarozisi bilan sotar edi. Bu odamlar o'zlarini haqqini burada qolib ketishini sira xohlamaydi. Lekin birovlarning haqqini bermay qo'yishlikni xohlaydi. Anaqa apparatura sotadigan yoki mana temir tezak zapcha sotadigan aka-ukalar yaxshilab bilib qo'yaylik. Ana shu komplektning ichida, korobkaning ichidagi televizormidi, telefonmidi, nima edi? Ichida o'sha zavod tomonidan solib qo'yilgan simi bormi, boshqa bir yordamchi jihozi bormi? Shuni bittasini olib qoldingizmi? Tarozidan urdingiz. Tarozi deganda faqat tarozi bilan metrni tushunmaylik. U xaridor bilmaydi u narsani borligini ichi, lekin siz shu ustiga qilib olib qo'ydingiz. 3 harfli qilib. Harom bu sizga. Uyingizga borasizmi, sotilisizmi harom. O'sha karobkaning ichidan chiqdimi? Shu karobkaning ichidagi narsaga pul to'layaptimi shu odam? Olib qolmang bir narsasini. Odam ishlatadigan qo'lida shagirdi bor akalar, aytinglar shu narsalar shogirdlarga, olib qolishmasin. Harom bo'ladi. Bu ham tarozidan urush bo'ladi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim. Yawma yaqumun nasu li robbil alamin. Ular o'zlarining ulug' bir kunda barcha odamlar butun olamlar Parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilar. O'sha bitta simini olib qoldingiz. O'sha bir qanday karobkasini olib qoldingiz. Bitta rezinkasini olib qoldingiz. Mana shu narsa uchun qiyomatda Alloh taolo turgizib qo'yib, butun haloyiqni oldida turib sharmandangizni chiqaradi. Arziydimi? Undan tashqari shu karobka yoki shu sim uyingizga bugun kelishi Alloh taqdir qilgan bo'lsa, boshqa halol yo'li bilan kelaveradi. Xotirjam bo'ling. Alloh taolo Shuayb alayhissalom haqida siz bilan bizga so'z yuritadi Qur'onda. Alloh taolo Shuayb alayhissalomni Madiyan ahliga payg'ambar qilib yuborgan edi. Va bu payg'ambar ham qavmini tarozidan urmaslikka chaqirib keldi. Va ila Madiyana axahum Shuayba. Madiyan qavmiga o'z birodarlari Shuaybni payg'ambar qildik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Va o'lchov va tarozidan urib qolmanglar. Men sizlarni yaxshilikda, to'kin sochinlikda ekanligingizni ko'rib turibman. Va men agar iymon keltirmasangizlar, sizlarning ustingizga o'rab olguvchi kun qiyomatning azobi tushishidan qo'rqaman. Ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz." Qarang, Alloh taolo o'lchov tarozidan urib qolmanglar deyapti. Orqasidan o'lchov tarozini adolat bilan tortinglar deyapti. Ikki martadan aytayapti. Tarozidan urma, to'g'ri tort. O'zi bittasi ham yetar edi. Va awful kayla val mizana bil qist. La nukallifu nafsan illa wus'aha. O'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. Biz hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz. 6-siga keldik. Birinchisi nima edi?
molni halol bo'lishi, ikkinchisi ixtikor qilmaslik, uchinchisi savdo ustiga savdo qilmaslik, to'rtinchisi najash, beshinchisi tarozidan urmaslik, oltinchisi adolatli narx. Insof bizning tilda. Albatta har qaysi savdogar bola chaqa olman deb, tirikchilik qilaman deb pul topadi, foyda qo'yadi. Endi savol bo'lishi mumkin. Shariat belgilab qo'ygan miqdor bormi? Muncha qo'yasan degan. Yo'q, unaqa miqdor yo'q. Xohlagancha qo'yar ekan-da bo'lmasa. Ha, xohlagancha. Modomiki bozorda xiyonat, najash, ixtikor, kazzoblik, kizb bo'lmaydigan bo'lsa, bu bozorda boyaga aytgandek raqobat bor, har kim xohlagan narxini qo'yadi. Raqobat bor bo'lsa, narx oshib ketmaydi o'z odatda. Ammo ana shu molni bir joydan olib kelib sotayotgan tijoratchi akalarimiz musulmonlarga ular rahm shafqat qilishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bu hadis Sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadis, muttafaqun alayh. Anas roziyallohu anhudan. G'ala si'ru ala ahdi Rasulilloh sollallohu alayhi vasallam faqulna ya Rasululloh sa'ir lana. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat. Bu hadis Buxoriy va Muslimdan deb aytdik. Payg'ambarimiz zamonida bir narx-navolar ko'tarilib ketdi. E'tibor bering, payg'ambarimiz zamonida narx ko'tarilib ketdi. Shunda sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, narxlarni belgilab bermaysizmi o'zingiz? Chegaralab bermaysizmi narxni?" deyishdi. Mana Rasululloh nima qildi, qarab turinglar. Bir og'iz gapi shariat bo'lgan Rasululloh nima ish qildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Narxlarni belgilovchi, rizqini berib, ushlab qoluvchi Razzoq Allohdir. Sizlardan biron kishi mendan qon yoki moldan iborat mazlamasini, haqqini talab qilib kelmaydigan holda Robbimni huzuriga borish xohlayman" dedi. Shunaliga, ya'ni men narxni belgilab qo'ysam, qiyomat kunida bir odam kelib, "Siz belgilagan narx bilan sotuvdim, mana buncha ziyon qildim" deb meni oldimga haqqini talab qilib kelishini xohlamayman dedi. Shunali bo'ldimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cheklamayapti. Unda xohlaganday narx bo'lar ekanda. Yo'q. Agar ixtikor paydo bo'lsa bozorda, najash paydo bo'lsa, yolg'onchilik paydo bo'lib, narx-navo ochib, ocharchilik boshlanadigan bo'lsa, mamlakat, davlat aralashadi, ana shu ma'lum bir molni narxini belgilab beradi. Lekin esimizdan chiqmasin savdogar akalar, payg'ambarimiz aytganlar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Rahmdil, shafqatli kishilarga Rahmon rahm qiladi. Yerdagilarga rahm qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahm qiladi. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Ba'zida 10 so'mga olgan narsangizni bir muddat o'tgandan keyin 5 so'mga sotayotganligini ko'rasiz. Demak, o'sha boshida hamlar jam 10 so'm sotib olmasa bo'laverardi ekanda. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Va ana shu haddan ortiq foydani qo'yib, topgan daromadimiz qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'yaylik. Nimaga ketyapti o'sha pul? Qayerga sarflayapmiz? 7-si va'daga vafo qilish. Sen bilan kelishdik. Men sendan falon narsani olib ketamanman deb kelishdik, savdoni bitirdik. Seni qo'lingga ozgina mablag'ni ham berdim. Endi va'dani bajar. Ertasi kuni va'dalashilgan pulni qolganini olib kelaman. Ehtimol birorta bir mashinani ijaraga olib kelarman, yukni olib ketgani. Kelsam, aytasanki, og'ayni iloji bo'lmay qoldi. Tugab qopti, qaramabman. Omborni qarasam, yo'q ekan. Sen menga va'da bergansan. Men ham kimlardir ishontirganman. Ya'ni kimdir kutib turibdi, mendan shu molni olib sotib tirikchilik qilaman deb. Sen o'zing yolg'onchi bo'lmading, men ham yolg'onchi qildim. Endi bu sening muammoing, topib berasan menga. Bir mashinani oldim, kelishdik, pulni bir qismini berdim. Ertasi kuni borsam aytadiki, "Og'ayni" deydi, "akam" deydi, "oshnasiga va'da qilib qo'ygan ekan." Ehtimol shunaqa bo'lgandir. Ehtimol qimmatroq xaridor kelib qolgandir. Nima bo'lganda ham sen menga va'da qilgansan, sen menga o'sha mashinani berasan. Chunki sen musulmonsan, sen gapingda turishliging kerak.
Nima bo'lganda ham sen menga va'da bergansan, bajarishing kerak. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, arba'un man kunna fihi kana munofiqan xolisan. Kimda quyidagi 4 ta sifat bo'lsa, xolis munofiq u deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omad qilsa xiyonat qiladi, urushib qolsa, husumatlashib qolsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Endi kimda mana shu 4 ta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqligining bitta sifati bor ekan bu odamda. Birodar, shuning uchun bergan va'dani ustida turaylik. Va'dani avval o'ylab beraylik. Sotdim deb turib baraka qilishlikdan oldin qarab qo'yaylik omborda. Akamizdan so'rab qo'yaylik, "Meni sotyapman" deb. Chunki bergan va'damizga keyin xilof qilib yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Shuning uchun bu faqat savdogarlarga emas, hunarmand akalarga ham tegishli joyi bor. Necha kunda qilib berasiz? 2 kunda qilib beraman deydi. Birodar, aniq bilasizmi 2 kunda qilib berishingizni? Aniq bilaman. Unda 4 kun deng. Nimaga? Svet o'shib qolishi bor, kasal bo'lib qolishi bor. Biror bir qarindoshingiz o'tib qolsa, 1 kun yarim kun shu dafn qilishi bilan ovora bo'lib qolishi uchun 4 kun o'ring. Ustalardan qilinadigan shikoyat, bu ustalar dedi hech qachon aytgan vaqtiga qilib bermaydi deydi. Va bu ustalar dedi hech qachon aytgan rasxoti bilan ham qilib bermaydi deydi, ko'paytirib yuboradi deydi. Qancha pul bilan bo'ladi deydi, boshlaysiz, ish bitgandan keyin qarasangiz, u muddat ham 2 barobardan o'tib ketdi, u aytilgan mablag' ham 2 barobardan o'tib ketdi. Men uni bilib bo'lmaydi, domlar, u paxodi ko'rinadi deydi. Shuning uchun hunarmand akalar, savdogar va'da berib, va'dasini bajarmasa, unda munofiqlik alomati bo'lgandek, munofiq emas, ehtiyot bo'linglar shunga. Munofiqlik alomati bor. Ukalarimizda og'zi polvon, bu munofiq bu deydi. Qalb kasali ko'rinmaydi. Sen qadam bilasan uni munofiqligini. Sen munofiq dema, aytkinki bunda munofiqlikning bitta alomati bordir. Shuning uchun tilimizga ehtiyot bo'laylik. Kofir deyishlikka, munofiq deyishlikka. Bugun sizlar bilan musulmon savdogarning axloqi haqida dars qildik. Bugungi o'qigan bandlarimiz birinchisi halol mol bo'lishligi kerak, ikkinchisi ixtikor qilmaslik kerak, uchinchisi bir kishining savdosini ustiga savdo qilmaslik kerak, to'rtinchisi najash qilmaslik kerak, beshinchisi tarozidan urmaslik kerak, oltinchisi narxni insof bilan qo'yishlik kerak hamda yettinchisi bergan va'dasini ustida turishlik kerak bo'ladi. Inshaalloh keyingi jumaga musulmon savdogar axloqi degan darsimizni davomini o'qigan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.